Qizlarjonlar, qaranglar, bugun juma kuniga men ikkita o'g'limga, turmush o'rtog'imga o'zimga joynamozlarni hadya qildim. Ko'ryapsizlarmi, qanaqa chiroyli qilib tikib berishgan. Ikkita o'g'lim shunaqa xursand bo'lib ketyapti. Mana qalingina, yumshoqqina. Xudo xolasa o'g'illarim ham ertadan boshlab namoz o'qishni уже biladi. Katta o'g'lim kichkina o'g'lim bilan birga o'qishni boshlashadi inshaalloh. O'rtoqjonlar, hozir men sizlarga ko'rsataman. Bunisini turmush o'rtog'im hozir juma namozidan kelganlardan keyin beraman. Ularniki ham mana o'g'illarimga o'xshagan sveti ko'p joy namozlarini. Mana bu o'zimnikini ko'rsataman sizlarga. Ichida mana Qur'on kitobimiz uchun g'ilof. Men chiroyli qilib solib qo'yaman Qur'on kitoblarimni, joy namozim bilan bir xil patsvet. Tasbihlari ham bor. Qaranglar, mana shunaqa chiroyli qilib upakovka qilib beradilar. U kimga hadya qilsanglar ham juda ham chiroyli tanlov bo'ladi, lekin mushkambarlarni ham shunaqa sepib beribdilar. Shirin hid kelyapti вообще. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Qaranglar, chiroyliligini. Ko'raman. Xudo xolasa, joy namozimni ertadan boshlab ishlatishni boshlayman. Maza qilib, yumshoqqina endi namoz o'qiymiz. Xohlagan svetinglardan yasab berar ekanlar. Bejeviy deysizlarmi, shunaqa fioletoviy, rozoviy, oppoq, oq qora qilsanglar ham juda ham chiroyli chiqadi. Endi meni bolalarim sho'xroq bo'lganiga oq teskir qilib qo'yishadi dedimda. Oq qora qilsanglar ham bo'ladi. Hamma xohlagan svetinglarda, xohlagan razmeringlarda chiroyli qilib zakazga qilib berishadi.